Bizni o'sha paytlar esingizdami, dejurstvo qilardik. Opacham уже vaqtli turmushga chiqib ketgan edilar. Uyda faqat o'g'illar edi. Uy supurish, sidirish ishlari Taqsimlanganda hammasi taqsimlangan edi. Oynalarni yuvish, seshanba kuni, dushanba kuni va hokazo. Kimdir posuda yuvsa, kimdir ovqat pishirish kerak, kimdir ko'chani supursa, kimdir uylarni pilisos qilish yo'q. Qo'y pilisos. o'g'il edilar. Pilisos bormidi o'sha payt uyimizda? Yo'q. Yo'q, supurgi. Supurgi. Bilasizmi, bitta sirni aytaman-da. O'sha payt o'sha ishlarni eng ko'pini akalarim menga qildirishardi. Sizlar uyda yo'qsizlar. Men anaqa yuragimni qo'limda ushlab turardim. Iloyim meni uyda qoldirib ketishmasin deb. Bilasizmi nimaga? Shundoq darvozadan chiqib ketishinglar bilan ikkita akam mamda turib olishardi. Men buni qilish kerak, men buni qilish kerak deb. O'sha davrlarda urush, janjal bir-birimiz bilan o'chakishib, oxiri nagruzka slishkim katta bo'lib ketgandan keyin qochib ketardim. Ular kelisha olmasdi. Keyin ketimdan yugurib, to sizlarni poylab turardim uyga qaytib kelishinglarni. Qaytib kelgandan keyin sekin biz qahramon bo'lib uyga kirib kelardik. Ular gapirisha olmaydi-yu. Shunaqa qiziq davrlar bo'lganda.